Ma Qadriddin Jamal degan doktor nimdaydi rak kasal to'g'riliq bilimim deydi bir anglab baqla. Rak kasalliklari to'g'risida Qadriddin Jamal doktor yozgan tuvandagi kitoblarni o'qidingizmi? Rak kasalliklarini davolash haqida qisqacha savat. Bu kitobni Xinjiang Xalq bosh nashriyati, Xinjiang Xalq Sahiya nashriyati nashr qilib tarqatgan bo'lib, bu kitobda asosligi rak kasalliklarining tadqiqot tarixi, rak degan atalg'uning qo'yilishi, yaxshi sifatli o'sma bilan yomon sifatli o'smaning farqi, rak hujayralarining yo'tkilish jarayoni, ko'p uchraydigan rak kasalliklarini Uyg'ur tibobati bo'yicha davolash jarayoni tafsiliy xotirlangan. Rak kasallari yemakligini to'g'ri tanladingizmi? Bu kitobni Xinjiang Xalq bosh nashriyati, Xinjiang Xalq Sahiya nashriyati nashr qilgan bo'lib, bu kitobda asosligi rayonimiz kishilarining yemak-ichmak odati hamda aloyidaligi va rayonimiz kishilarining ko'p iste'mol qiladigan yemakliklarining rak kasalining oldini olishda hamda davolashda o'ynaydigan roli tafsiliy yozilgan. Rak kasalini operatsiya qilishga oldirma. Bu kitobda asosligi Qadriddin Jamal doktor o'zi tadqiq qilib bayqagan Qadriddin Jamal rak kasalliklarini universal davolash usuli tafsiliy so'zlangan. Shundaqla qaysi xil rak kasalliklarini operatsiya qilishga bo'ladi? Qaysi xil rak kasalliklarini operatsiya qilishga bo'lmaydi? Qaysi xil rak kasalliklarini ximiyaviy davolashga bo'ladi? Qaysi xil rak kasalliklarini ximiyaviy davolashga bo'lmaydi? Qanday qilganda ximiyaviy davolashning unumi eng yaxshi bo'ladi? Qaysi rak kasalliklariga radioaktivlik nur bilan davolash yaxshi? Qaysilarga radioaktivlik nur bilan davolashning unumi yaxshi emas qatorliq mazmunlar haqida tafsiliy to'xtalgan. Men rakni bo'ysundurdim. Bu kitob Xinjiang Xalq bosh nashriyati, Xinjiang Xalq Sahiya nashriyati tarafidan nashr qilingan bo'lib, bu kitobda Qadriddin Jamal doktor davolab saqaytgan bemorlarning ismi, adresi va boshqa uchurlari tafsiliy xotirlangan. Xushallanarlik yeri shuki, bu kitob yaqinda davlat tiliga tarjima qilinib, butun Jungodagi har qaysi kitobxonalarga selinish oldida turibdi. Agar siz bu kitoblarning mazmunini texmi yaxshi tushunmoqchi bo'lsangiz, biz bilan aloqalashing. Telefon 0991 215 0000.